Mana biz Elnurni maktabga kuzatib boryapmiz hozir. School bus keladi. Mana Amerikaning mahallalarida ertalabdan bu ota-onalari ko'chan boshiga bolalarini olib chiqib qo'yapti. School bus kelib bularni olib ketadi. Yana tashib. Abitdan keyin o'zi tashib ketadi. Men qizig'i telefon ishlatmas ekan bular. Telefon ishlatmaysan-a Elnur? Telefon ishlatmaysan-a? Telefon ishlatmas ekan bu. Bizda hamma telefon ishlatadi. Birinchi sinf bola. Bizda nima bo'lib qolganda? Nima? Sal xiraroq ekan, ekran tozalamabmiz. Necha? Eng qizig'i maktabga kelgandan keyin tashib ham ketadi. School bus keldi mana marhamat. Elnur, xayr. Yaxshi o'qib. Mana bolachalar. Hamma ota-onalar avtobusgacha kuzatib qo'yadi bolasini. Bular ko'pchiligi birinchi, ikkinchi sinf bolachalar o'zi ketyapti maktabga avtobusda. Men qizga shortik dedi. Shortik, futbolka, forma degan narsa yo'q ekan, eng qizig'i bo'ladi. Kim nimaga topsa o'shan kiyib kelgan. School bus. Mana yana chiqadi, o'sha tarafdan stop chiqib turgan bo'lsa. Men bilaman. Yo'lni ikki tomon to'xtatadi. Mashina to'xtab turadi. Ikki tomon ham. Mana bittasi kechga qoldi. Keyin hamma o'zini joyiga o'tiradi, belgilangan joyi bor. Sideniyasi joyiga o'tiradi. Ketdi mana avtobus.